Matlubaxon, Labbay oyijon, biz xolangiz bilan bozorga ketyapmiz. Kelgunimizcha hovlilarni hamma yog'ini tozalab, changlarni artib qo'ying. Qozonga ham ovqat solib qo'yarsiz, a? xo'p bo'ladi. Imillamang, chaqqon ishlang. Max Help, muhim vazifa bor. Qabul. Hozir yetib boramiz. Lakatsizda sholli qabul. Bo'ldi, hozir boramiz. O'rtoq, bugun qaynonamni bir bobli Max Help chaqirdim. Aniq bilaman, 100% umuman aytib topolmayman endi. Hamma yoni top-toza qilib qo'yibsiz-ku. Bo'larkan-ku shunaqa ishlasa. Tozalab qo'yibdi. Ovqat ham pishirib qo'yibdi, qara. Yura qoling. Hammasi zo'r bo'ldi. Qaynonasi ham o'zi qildi deb o'ylayapti shuncha ishni. Hammasi yaxshi bo'ldi, bitta ish chatoq bo'ldi-da. Nima bo'ldi? Kalsim chiqarib qolib ketibdi. Voy ovsar, shuni ham tashlab ketasanmi?